Опять мы в старом городе, опять старинный дом под гостиницу. Тилло барбар budak izlayinglar. 3 so'tog'ga yaqin Arabon ko'chasida hovli sotiladi azizlar. Lokatsiyasi turistik azizlar. Hovli eski, yer hisobiga beriladi. Xo'p, hozir lokatsiyasini ko'rsatamiz azizlar. Kirish eshiklari ikki tomonlama. Birinchi ko'cha Arabon ko'chasi, Komiljon gostinitsa va ikkinchi ko'chasi fasadi uzunlikka ko'chani bo'yi bilan. Hozir lokatsiyasini tashqaridan ko'rsatamiz ko'chalarni. Mana bu birinchi kirish eshigi. Sizlar mana hoylo moshin ketyapti-ku, zil. Arabon ko'chasi, o'ng tomonga Komiljon gostinitsasi, chap tomonimizga birinchi kompulga ko'cha. Xo'p, mana bu yerdan boshlanadi. Uzunlikka ketadi. Mana bu ko'chamiz va ana bu ikkita deraza. Ikkita deraza. 3 so'tog'ga yaqin maydon azizlar. Mana bu fasad. Ha bu yerga gostinitsa bemalol qurib bo'ladi azizlar. Normalni 3 so'tog'ga yaqin. Lokatsiyasi juda ham turistik azizlar. Arabon ko'chasi, yana bir aytamiz, Komiljon gostinitsasi, o'ng tomonimizga, chap tomonimizga birinchi kompul. Bitta 30 metr asos ko'chagacha mana bu kirish eshigi azizlar va u ko'chadan derazasi mavjud. Narxi va batafsil ma'lumotni egasining nomerini qoldiramiz azizlar. To'g'ridan to'g'ri egasiga telefon qilib savdo qilinglar, baraka qilinglar. Turistik lokatsiya, premium mulk всех от души уважаем.